3 ta odam bilasizlarmi, jahannamga birinchi bo'lib kiradigan odamlar. Kimlar ular? Ular mushrik bo'lmaydi. Ular murtad bo'lmaydi. Ular kofir bo'lmaydi. Ular musulmon bo'ladi. U 3 ta amalda qilgan odamlar shunaqa odamlarki, bu amalni ancha-muncha odam qila olmaydi. Birinchisi kim edi? Qori edi. Qur'onni yodlagan qori, jahannamga birinchi bo'lib tashlanadiganlardan. Ikkinchisi, topgan moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida infoq ihson qilgan kishi bo'lardi. Ikkinchi bo'lib tashlanadi. Uchinchisi, Alloh yo'lida jihodda qatnashib, shu yerda jonini taslim qilgan shahid tashlanadi. Dunyodagi eng qiyin ishlar ilm o'rganib, ilm o'rgatish, qiynalib pul topib Alloh yo'lida sarflash va o'zini jonini Alloh yo'lida fido qilishlik. Nima uchun bular birinchi tashlanadi? Chunki bularning uchalasini ham niyati Allohning roziligi emas edi. Boyaga moli dunyosini sarf qilganga aytadi Alloh taolo qiyomat kunida.